Assalomu alaykum hammaga. Uzun marketda savdoni qanday boshlash mumkin? Ya'ni savdoni qanday yo'lga qo'yish mumkin? Bu haqida video davomida gaplashib o'tamiz va kanalda yangi bo'lsangiz, biz kanalimizga obuna bo'lib va like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. O'zimizni hududimizga yaqin bo'lgan davlat xizmatlariga borib, yakka tartibdagi tadbirkor, MChJ va o'zini o'zi band qilish toifalari bor. Ya'ni bu bizga qaysi biri qo'l keladi? Ya'ni uzun marketga mos keladigan tadbirkorlik YATSda guvohnomasini ochtirsangiz va sizga qulay bo'ladi. Ya'ni o'zini o'zi band qilish, ya'ni siz o'zini o'zi band qilish guvohnomasini ochadigan bo'lsangiz, bu yerda siz o'zingiz ishlab chiqargan mahsulotni sotishingiz mumkin va shundan kelib chiqqan holatda va tovar olib uzun marketga joylash huquqini bermaydi. Va MChJ ya'ni tashkilot, firma bo'lsa sizning tashkilotingiz, firma orqali va uzun market sotuvchisi bo'lmoqchi bo'lsangiz, ya'ni hamkorlikda uzun marketda ishlamoqchi bo'lsangiz, bu MChJda ham ishlasangiz bo'ladi. Va MChJning xarajatlari, ya'ni yugurlarini hisobga olmaganda bundan foydalanish ham mumkin bo'ladi. Sizga avvalroq, ya'ni tovarni olib o'zingiz uzun marketda sotmoqchi bo'lsangiz, Optimdan yoki Xitoydan tovar olib sotmoqchi bo'lsangiz, yakka tartibdagi tadbirkorlik guvohnomasi sizga qulay bo'ladi. Va bundan ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizga elektron maxsus ключ beradi. Bu ключni fleshkaga o'tkazib olishingiz kerak bo'ladi va o'zingizga qulay bankni tanlaysiz va bankka borganda siz u yerdan shot raqam, ya'ni o'zingizga qulay bo'lgan bankni tanlaysiz, u yerdan borib shot raqam ochtirasiz. Ya'ni uzun marketga kerak bo'ladi bu. Uzun marketda qilgan daromadlaringiz va bu shot raqamingizga uzun market tomonidan tushirib beriladi. Bu shuning uchun kerak bo'ladi va siz buni bankka borib naqd ko'rinishda yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Va buni barchasi tayyor bo'lgandan keyin sizga kompyuter kerak bo'ladi. Bu va kompyuter orqali siz Google Chrome'ga kirib, ya'ni Uzun Seller saytidan ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizga 2 kun yoki 3 kun atrofida sizni aktivatsiya qilib berishadi va aktivatsiya bo'lgandan keyin, ya'ni do'koningizni yaratib, tavsiflarni kiritib, bezagan holatda bannerlarni joylashtirib va tovaringizni joylashtirib sotishingiz mumkin bo'ladi. Va tovarlaringizni joylashtirib bo'lganingizdan keyin va uni viloyatda bo'lsangiz, viloyatda o'zingizning hududingizdagi PVZ orqali uzun omboriga tovaringizni yuborishingiz mumkin. Va u yerdan yuborasiz, uzun market ombori va qabul qilib va uni tovaringizni sotuvga kirgizib beradi. Bu ham 3 kun, 4 kun oralig'ida vaqt oladi. Va shundan keyin tovaringiz sotuvga chiqadi, sotuvni boshlashingiz mumkin. Va sotuvga chiqqaningizdan keyin uzun market komissioneri bor va bu yerda har bir tovaringiz uchun 18% dan 20% gacha komissiya oladi. Va uzun market ombori tovaringizni o'zi upakovka qilgan holatda klientga o'zlari yetkazib berishadi respublika bo'ylab. Klient va tovarni olgandan so'ng 10 kun ichida, ya'ni pulingizni Uzun Seller ilovangizga tashlab beradi va bu yerdan siz bank kartangizga ko'chirib va naqd ko'rinishida olishingiz mumkin. Nega endi bu yerda savol tug'iladi, nega endi aynan 10 kun? 10 kun bu yerda klient tovarni olgandan so'ng tovaringizda yokida muammo yokida birak holatlar yuzaga kelgan bo'lsa, klient 10 kun ichida qaytarib berishi kerak bo'ladi. Agar 10 kun ichida qaytarib bermasa, sizning pulingiz darhol tushirib beriladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, uzun marketni endi boshlamoqchi bo'lgan, ya'ni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan do'stingiz bo'lsa, bu videoni ularga yuborib qo'ying.